Assalomu alaykum, hurmatli Tayfun kuzatuvchilari. Bugun Qirg'iziston paroda mollari bor ekan sotuvda. Narxlari, ko'rinishlari hammasini qisqacha ko'rsatib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, layklarni bosib tursalar akalar, hozir narxlarini hammasini ko'rsatib beramiz. Hozir bu yerda 4 ta paroda Qirg'iziston mollari bor ekan. Bonusiga bitta ko'chat buzoqchamiz ham bor ekan. Videoni uzmasdan ko'rsalaring, hammasini hozir ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Dehqon akamizdan ekan. Qirg'iziston paroda mollari. Bo'ylari 1.20, 1.15 plus minus atrofida ekan. Hozir bu yerda 4 ta ekan. Yaqinroqdan ko'rsatamiz. Ko'rinish holatlari yaxshi. Akamiz olib sotar emas, dehqon ekan. Ko'rinish holatlari mana. Bo'ylari o'sha 1.15, 1.20 plus minus atrofida ekan. Mana shu 4 ta. Bu yoqdagilar emas. Mana shu bitta, ikkita, uchta, 4 tasi. Ko'rinishlari ham ko'rishingiz mumkin. Baquvvat Qirg'iziston paroda mollari. Endi aka, bularda narxini necha pul aytyapsiz endi? Avvalo salomlashib qo'ying kanalimizga. Assalomu alaykum. Obunachilari bilan. Obunachilariga salom. Shu to'rtta novostilar bor ekan, Mehmon akamizdan. Hop. Menga aytishdim, chiqarib beryapmiz biz akamiz. Aha. Bularda aka to'rosini bir joyga olgan odamga Hop. 20 milliondan qilib beramiz. Bitta joyga olishsa. Bitta joyga olishsa to'lalasi 20 milliondan 80 million. 20 million 80 million. Agar bitta olishsa-chi? Bitta olamiz desa, buning ichida 21 millionligi ham bor. 20 million 500 mingligi ham bor. Kelishaveramiz telefon qilishsa. Kelishadigan onasi bor. Kelishadigan xonasi bor. Akalar, pastda raqam qoldiramiz. Xohlasanglar to'ralasini bitta olinglar, 80 milliondan aytishyapti. Xohlasanglar bittadan, ikkitadan olsanglar ham bo'ladi. Kelishadigan xonasi bor. Mana qizili. Qirg'iziston emas bu. Ha, bu mesniy mol ekan. Mana yaqindan ko'rsatamiz. O'zimizning mesniy mol ekan. Mesniy. Qo'ya uch bo'lsa, Xudo xolasa Qirg'iziston parodan olasizlar. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Mana Qirg'iziston paroda mollari. Shuttasi shunaqa ekan. Boya videoda boshida to'ralasi ham Qirg'iziston parodasi debman. Bitta shu orada qizili bor ekan, mesniy o'zimiz mol. Qolgan bitta, ikkita, uchtasi Qirg'iziston paroda mollari. 1.15, 1.20 plus minus atrofida akalar. Akamiz sotuvchi emas, olib sotar emas, o'zimiz dehqon aka ekan. Pastda raqam qoldiramiz, pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar aka. Dastavkasini kelishilgan holatda ekan. Manzilimiz Qo'shtepa tumani, Dehqonobod qishlog'ida. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani, Dehqonobod qishlog'ida. Dastavkasi kelishilgan holatda qilib berilar ekan. O'sha 4 ta to'ralasini birdaniga olgan odamga 80 milliondan aytishyapti. Agar bittalab olamiz desa 21 milliondan kelishadigan xonasi bor. 20 millionlik ham bor ekan, 20 million 500 mingligi ham bor ekan. Kelishadigan xonasi bor. Hozir bir qator buni oldilaridan ham ko'rsatib beramiz mollarni. Video uzmasdan tursalaring. Mana akalar, oldi holatda ko'rinishlari. Holatlari yaxshi boqiladigan holatda. Bunisi Qirg'iziston, mana bunisi o'zimizning mesniy buqa ekan. Bular ham o'sha Qirg'iziston buqalari. Boqiladigan holatda, holatlari ham yaxshi. Endi narxlarini kelishtirib, telefon qilib bemalol kelishaverasizlar. Kelishadigan xonasi bor deyapti. Shunaqami aka, kelishadigan xonasi bormi? Ha, xudo xolasa kelishtirib beramiz, telefon qilishaversin. Aha. Pastda raqam qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqib telefon qilaverasizlar. Hozir bitta o'sha buqachamiz ham bor. Buni ham hozir ko'rsatamiz, videoda uzmasdan tursalaring, akalar. Mana akalar, o'sha buqachamiz ko'chatga bemalol olib boqadigan holatda ekan. Bo'ylari ham shu 80-85 plus minus atrofida shekilli. Aka, shunaqami? Bular bo'ylari 80. Bo'ylari 80 ekan. Endi videoda qanaqa ko'rinadi, baribir xohlasanglar bemalol kelib, o'zlaring telefon qilsalaring, manzilni tushuntirishadi, lokatsiyalarini tashlab berishadi. Kelib ko'rib olib kelsalaring ham bo'ladi. Xohlasalaring dastavkasini kelishsalaring, jo'natma boshlayveradi. Mana holatlari, ko'rinishlari bemalol olib boqadigan holatda. Ya'ni o'sha ko'chat buqachamiz. Bu o'zimizning mesniy buqachaga o'xshayapti aka. Ha, o'zimizning mesniy buqacha. Aha. Buni olodi to'g'risi, endi sotib yuboryapmiz. Ha. Yaxshi holatda ekan. Buni endi aka nech pul deyapsiz narxini?
Buni aka 7,5 million kami bor. Ha, 7,5 kami bor. Kelishadigan xonasi bor. Kelishadigan xonasi bor. Endi necha pul qilib berasiz aka bo'lishini? Masalan, bizni kanalimizdan ko'rib telefon qilishsa, obunachimizga necha pul qilib berasiz? Mana ko'ring o'zi. Kelishadigan Chiroyli holat. novvoscha. Kallalari ham chiroyli. Ko'rinishlari, holatlari zo'r ekan. Bo'ylari Bemalol 80. Ko'chatga olib boqadigan holatda ekan. Buni aka 7 million 300 ming qilib beraveramiz. 7,300 qilib berasiz. 7 million 300 ming qilib beraveramiz. Aha. Akalar, telefon raqamlarini qoldiramiz. Boyaga to'rtta o'sha Qirg'iziston o'zimizning mesli buqalar bundan tashqari mana bonusiga bu yerda o'zimizning mesli buqacha bor ekan. O'sha 80-85 plyus minus atrofida bo'ylari. Bu ham chiroyli ama ko'chatlari. Yaxshi, bemalol. Yeb ichishlari yaxshi. Ha. Yeb ichishlari, yem ichishlari yaxshi. Ha, yaxshi endi yeyapti bemalol. Ha, yaxshi. Pastda raqam qoldiramiz akalar, bemalol telefon qilaverasizlar. Xohlasanglar, lakasini tashlab berishadi telefon qilsalaring. Kelib ko'rib ketsalaring ham bo'ladi. Undan tashqari telefon qilsalaring, kelishib qolsalaring, dastavkalarni kelishgan holatga yetkazib berishaverar ekan. Bu o'sha bitta kichkina buqachamiz. Boyagi naryoqda ko'rsatgan to'rtta buqamiz. Aka, bitta yana narxlarini boshqatdan aytib o'tib keting endi bularni. Bular sotilmaydi, bular, ha? Yo'q, bular sotilmaydi. Ha, o'sha boya to'rtta ko'rsatganimiz ekan-a? O'sha to'rttasi sotiladi O'zi xolos. asosiy asha to'ralasi kattaroq shekilli, Ha, ko'rinishlari. bo'lsa yemga tayyor. Mana akalar. Ko'rishinglar mumkin. Yemlashga tayyor holatda Qirg'iziston buqalari, Qarovda buqalari. Narxini bitta ayting aka. Narxini xudo xolasa Kelishtirib ayting endi, kelishtirib. 20 million Hop, deyapmiz, 20 milliondan. to'ralasini bittasi 80 million. 80 million. Agar kelishib yana tushib bering desa, tushib beraverasizlarmi? Kelishadigan xonasi bor. Kelishadigan xonasi bor, tushib ham Ha, beraveramiz. kelishadigan xonasi bor ekan. Akalar, bitta holatda to'ralasini olsanglar 80 milliondan kelishadigan xonasi bor. Dastavkalarini kelishgan holatda qilib berishar ekan. Xo'p, endi bitta olamiz degan akalarimizga narxlari endi bir xil, hammasi 20 million, 21 milliondan bas ekan. Qaysida mana bittasi bitta kattarog'i 21 million narx aytishyapti, bittasiga 20 million 500, bittasiga 20 million. Kelishadigan xonalari bor. Xohlasalaring kelib ko'rib tanlab olib ketaverasizlar. Xohlasalaring telefon qilsalaring, ma'qul kelib qolsa dastavkalarini kelishinglar, bemalol yetkazib berishar ekan. Mayli akalar, sog' bo'linglar, sog' salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Layklarni, bang'illatni bosib tursalaring, xudo xolasa mana shunaqa videolar chiqarishda davom etamiz. Kommentariyada fikringlarni yoki taklifinglar bo'lsa, bemalol yozib qoldirib ketaverasizlar. Pastda raqam qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz dastavkasini yetkazib berishar ekan. Xohlasanglar kelib bemalol ko'rib olib ketishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.